Oddiylikdan zerikkanlar diqqatiga, kela qolinglar bu yoqqa. Xullas, idishimizga elangan un, margarin solib, yaxshilab urvoq qilib olamiz. Ekranda ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni birin-ketinlikda solib, aralashtirib olamiz. Tayyorlab olgan unimizga razaqli tuz solib, ketidan aralashtirib olgan massamizni qo'yib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Qorib olgan xamirlarimizni 10 minut tindirishga yuboramiz. Nachinkasiga tvorog bilan shakarni aralashtirib olamiz. Tingan xamirlarimizni 10 bo'lakka bo'lib, videoda ko'rsatilgandaqa qilib yoyib, shunaqangi trubочкаларni olib, xamirimizni videoda ko'rsatilgandaqa qilib, birin-ketinlikda shunaqa teshib chiqib olamiz. Ko'p kommentariyada keladigan savollardan bittasi: "Voy, nima kallangiz sizni Xitoyda kallasimi?" deysizlar qizlar. Yo'q, kalla o'zimniki. Xamirlarimizni xuddi shunaqa qilib teshib chiqib olganimizdan so'ng ichiga nachinkasini solib, videoda ko'rsatilgandaqa qilib chetlarini kesib, chiroyli qilib o'rab olamiz. Tayyorlab olgan pechenyelarimizni listga joylab, pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga shakar upasini sepib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Xo'sh qizlarjonlar, retsept yoqdimi? Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.